Да, здравствуйте. Возраст имеет значение. Смотрите, у нас сейчас работает пара, 51 год мужчина, 46 лет женщина. Они уезжают домой надолго, 27 февраля. Нам уже до 20 надо, чтобы найти других людей, чтобы, ну, как бы мы не остались без работников. Смотрите, у нас были 2 раза молодые пары. Вот одни проработали 3 месяца, вторые 5 месяцев, и жена забеременела, нам опять пришлось искать новых людей. Как бы молодые пары без детей мы не берем. Вот идеально, если где-то 37-38 лет до 50, потому что, ну, как объем работы такой, что взрослый человек это не сможет сделать старше 50 лет. Ну, в общем, вот возраст, да, имеет значение. Вот такой момент. Ну, из Узбекистана, не знаю, встречать, а где встречать? У нас такого опыта не было. И если прям по видео очень люди понравятся, то, наверное, готовы, если стоящие люди. Assalomu alaykum, yana bir bor. Уважаемый мигрант, ты находишься в России, кто хочет делать документы, патент-регистрацию для остальных документов, обращайтесь к Бигзоду. Vatandoshlar, musofir yurtda yurgan yurtdoshlarimiz, dokumentlaringiz kimnidir agar dokument to'g'risida yordam kerak bo'lsa, Bekzod aka deydi-yu, Bekzod akaga bemalol qo'ng'iroq qilasizlar. Pastda nomerlarini qo'yganman. WhatsApp, Imo, Telegram hammasi bor. Bemalol aloqaga chiqasizlar. Dokumentlaringizni taxlab olishlaringiz mumkin. Pravama, SNILS, трудовой договор, barcha quyidagi dokument uchun Bekzod aka deydi-yu, Bekzod akaga bemalol aloqaga chiqib, dokumentlaringizni taxlashlaringiz mumkin. Ishonarli bu inson, shuning uchun sizlarga tavsiya qilyapman. Jonlaringiz sog' bo'lsin. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Qadrdonlar, aziz vatandoshlar, akalar hamda opalar, qandaysizlar, yaxshimisizlar, zo'rmisizlar? Jonlaringiz sog' bo'lsin. Gap yo'q, poddershkani вообще yorib boryapsizlar. Men ham to'xtatmasdan ishlarni stoyishini chiqarib boray deyman-da, akalar, opalar. Bugungi ishimiz aytib o'tgandek, jaqqa javob deydi-ku, akalar. So'z qildingmi, значит ustidan chiq deydi-ku, harakat qilib. Bugungi ishimiz esa erli xotinlarga, семейный paralarga. Ishimiz Moskva, город Moskva, Podmoskovda bo'ladi, Moskovskiy oblastda, город Dimitrovda bo'ladi, akalar, opalar. Bu ishga lekin srochno, akalar. Biletingizni siraza olasiz, O'zbekistonda bo'lsangiz, siraza uchib borasiz, u yerdan sizni kutib olishadi. Nomerlarini pastga qo'yaman. Pastdagi nomerni Luchi akalar o'zim WhatsAppimga yozingizlar. Nima uchun deganda, WhatsAppga deydi, bitta video qilib tashlasin deydi. O'sha odam deydi, erli xotinlar bitta video qilib tashlasinki, biz haqiqatan shu yerda ishlaganmiz, yo mol fermada, yo dachada shunaqada ishlaganmiz deb video qilsin deydi. Biz qaysi bizga yoqsa, o'shani biz tanlaymiz, bemalol kelib ishlashlari mumkin deydi. Oyligiga keladigan bo'lsak, oyligi 160 mingdan to 175 ming rublgacha, akalar. Yotoq joyingiz, turar joyingiz, hamma udobstva 100% akalar, bemalol ishlashga imkoniyat 100% bor. 175 mingdan tashqari akalar, u yerda xalturacha ham bo'ladi. Aytib o'tganda, unaqa ishlar ham bo'lib turadi, akalar. Shuning uchun iltimos har bittalaringizdan, akalar, sizlar mana shu like bosmasangizlar, kommentariyani bosmasalaringiz topga chiqmaydi. Bir xil akalar, bilmayman, ko'radi-yu, aka, siz qay puldorsiz, to'g'ri aka, lekin bitta ishchi, bir akamiz yo opamiz yo семейный para yo erli xotinlar shu ishga muhtoj akalar. Sizni pulingiz bor ekan, to'g'ri tushundik aka, lekin shu bitta like bosing, kommentariy yozing, biron joyingiz kamaymaydi akalar. So'ksangiz ham mayli. Shuning uchun iltimos akalar, opalar, maksimalni mana shu videoni tarqatingizlar. Keyingi ishimiz esa yana podeshka bossalaringiz, keyingi ishimiz yana oziq-ovqat skladida nochnoy smenaga ikkita akamizga bo'ladi u ish. Uni shortsga qo'yaman, shorts kichkina video qilib shortsga joylayman. Bemalol bosasizlar. Akalar, opalar, mana shu yerda o'zimni Instagram sahifamni ham qo'yib qo'yaman. Iltimos, bunga ham o'tingizlar, podpisatsiyani bosib qo'llab-quvvatlaysizlar. Instagramda ham ish faoliyatimizni olib boramiz. Bemalol inshaalloh qo'ng'iroq qilib
borib ishlashlaringiz mumkin. O'zbekistondan boraman degan vatandoshlar Tojikiston, Qirg'iziston. Faqat podдержка gumburlatingizlar, bemalol borib ishlaysizlar. Jonlaringiz sog' bo'lsin. Aytib o'tganday, yoshini aytib o'tdim. 37 yoshdan to 55 yoshgacha bo'lgan vatandoshlarimizni ishga taklif qilinadi. Va akalar, videoni mana boshida qo'yib o'tganman. O'sha Xazayka menga голосовойlarni bemalol eshitib, xulosalaringiz chiqaringizlar. Jonlaringiz sog' bo'lsin, qayerda bo'lsangiz ham Allohga omonatsizlar. Yaqin kelayotgan Ramazon oyi bilan hammalaringizni yana bir marta